sessiya ochish quorum yetarli. Biz 7-chaqiriq qabulda olmoqchilar kengashi 44 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday fikrlar bor? Asosiy taklif tushyapti. Huquqda ta'sir etishdi. Hozirlar qarshilar betarafda yo'q. Rahmat. To'g'ri tasdiqlandi. Sessiya ochish e'lon qilindi. Deputatlar 7-chaqiriq deputatlar Olmon shahar kengashi 44-sessiyasi kun tartibi tasdiq olishimiz kerak. Kun tartibi ijtimoiy tarmoqlar orqali hamma deputatlarga yetkazilgan. O'sha kun tartibidagi 5 ta masalamizni huquqda tasdiq berishingiz. Kun tartibida boshqa taklif bormi? Hukumat kengashi raisi shu kun tartibiga qo'yilgan 5 ta masaladan hammasini doimiy komissiya tomonidan batafsil o'rganib chiqilib, shu kun tartibiga qo'yilgan birinchi masala 2026 yil 1-chorak daromadlar rejasining olti bajarilgan qismi hisobidan mablag' yo'lantirish to'g'risidagi masalani to'g'ridan-to'g'ri qaror loyihasini ovozga qo'yishingiz taklifini kiritamiz. Boshqa taklif bormi? Agar bo'lmasa, takliflari shu bilan birgalikda 5 ta kun tartibiy masala huquqida tasdiq berish so'rayman. Hozirlar qarshilar betaraflar yo'q. Hukumat sessiya ishtirokchilari sessiya tartibini belgilab olishimiz kerak. Afrod va mavzular uchun 5 daqiqacha, savol va takliflar uchun 3 daqiqacha davom etib sessiya ishini 80 daqiqada yakunlashni tavsiya etaman. Tartib bo'yicha boshqa takliflar bormi? Agar yo'q bo'lsa, huquqda tasdiq berish so'raymiz. Hozirlar qarshilar betaraflar yo'q.
tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, deputatning birinchi masala to'g'ridan-to'g'ri doimiy komissiyada muhokama qilingan munosabat bilan, yetarlicha muhokama qilingan munosabat bilan, ya'ni 2026 oylik daromad rejasini orttirib, bajarib qismi hisobida mablag' yo'naltirish to'g'risidagi masala to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlash to'g'risida reglamentimizda belgilab olindi. Munosabat bilan qaror loyihasini har bir deputatga tarqatilgan shu qaror loyihasini tasdiqlovchi rozilar. Qarshida betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Bu tarafda ikkinchi masala ko'rib chiqishga o'tamiz. Ya'ni Olmon shahar mahalliy byudjeti 2026 birinchi oylik daromad va xarajatlar ijrosi xarajatlari kiritilgan o'zgartishlar hamda yil boshiga shakllangan qo'shimcha ma'lumotlar to'g'risida hisob beruvchi shahar hokimi uchun ko'rsatish. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Nusrat Besalayev ikkinchi masala bo'yicha Olmon shahar 2026 mahalliy byudjetining birinchi chorak daromad va xarajatlar ijrosi xarajatlarga kiritilgan o'zgartishlar hamda yil boshiga shakllantirilgan qo'shimcha mablag' hisobot bersa, birinchi chorak yakuni bo'yicha xarajatlar to'g'risida bizda reja qilganmiz 35 milliard 33 million so'mga amalda bajarilishi 28 milliard 253 million so'mga farqi 7 milliard so'm qolgan yana 80% ga xarajatlarni bajarganmiz. Yo'nalishda kesimda qaraydigan bo'lsak, maktabgacha maktab ta'lim bo'limida 84%, madaniyat va ommaviy axborot vositalarida 73%, sport bo'limida 85%, yo'nalishda 91%, obodonlashtirish xarajatlari 3% bajarilgan. Yana obodonlashtirish uchun berilgan 4,896%, keyin yo'l ta'miri xarajatlari 3% ga, yana obodonlashtirish xarajatlari bo'yicha yana prezidentning farmonlari bor 2% ga bajarilgan. Davlat boshqaruv idoralari bo'yicha 81%, fuqarolarni o'zini boshqarish mahalliy idoralari bo'yicha 56% ga, zaxira jamg'armasi 49%, boshqa erkin soliq xarajatlari 73% hamda Olmon shahar hokimiyati huquq byudjet 3% ga mablag' o'sha xarajatlari bajarilgan. Keyingi masalamiz o'sha birinchi oylik yakuni bo'yicha daromadlar ijrosi, ya'ni daromadlar rejasiga qo'yilgan 2026 birinchi chorak rejasiga 24 milliard 600 million so'm reja qilib belgilab olingan, amalda esa 27 milliard 566 million so'm bo'lgan, ya'ni 112% ga bajarganmiz. Yo'nalishlar kesimida qaraydigan bo'lsak, aylanmalardan olinadigan solig'imiz 82%, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'imiz 112%, jismoniy shaxslar mol-mulkni ijaraga berishdan olinadigan solig'imiz 5%, benzin, dizel yoqilg'i va gazning yakuniy iste'molchiligiga realizatsiya qilishdagi aksiz solig'imiz 111%, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan solig'imiz 169%, jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i 121%, jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'imiz 139%, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i 179%. Qurilish materiallari bo'yicha yer qarzidan foydalangani uchun 43% bajarilgan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun solig'imiz 8%, qo'shilgan qiymat solig'i 113%, ma'muriy tushumlar 90% hamda boshqa tushumlarimiz, ya'ni reja qo'yilmagan lekin 896 million so'mga bajarganmiz. Keyingi yo'nalishimiz erkin soliq bo'yicha ishlatishimiz bo'yicha, ya'ni ajratilgan mablag'imiz 6,5 milliard bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha xarajatlar ishlatilgan kassa xarajatlarimiz 4 milliard 482 millionga bajarildi. Ya'ni 2 milliard farqi o'sha ishlatilmagan summamiz bugungi 2 milliard 100 million so'mni tashkil qilmoqda. Har bir yo'nalish bo'yicha shahar hokimiyati farmonlari chiqqan, belgilangan tartiblar amalga oshirilmoqda. Hurmatli deputatlar, kengash rahbariyati qisqa hisobot shu menda bitta ma'lumot savollar ko'pladigan bo'lsa. Deputatlar savoli bor. Ahmadga savol bo'lgan bo'lsa. Vazir komissiya muhokama qilingan masala bo'yicha ruxsat bersangiz raqam. Ruxsat bersangiz masala yuzasidan qo'shimcha fikrlar bo'lmasa mahalliy byudjet
tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar qilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi